Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza ravshan zotli qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bir dona zotga olgani ravshan qo'zi qo'chqarimiz yetib kelgan. Soni bir dona. Quloq joylashuvlari, garbonoslari, yuzda yarsh kiyliklar, hamma tomonlama akalar. Zo'r holatda xolosa. Olib maza qilib zotga puli yengil variantida Alloh xolasa anaqasi $1000, $2000 emas. O'zingiz qo'lingizdan chiqadi. Yosh 7 oylar atrofida, bo'ylari 70 atrofida, orqonlari o'ta kelishgan qo'ziqo'sh. Alloh xolasa qo'ziqo'chqorni mana o'zingiz qo'lingizdan chiqadigan bo'lib, mana yosh. Garbonoslari hamma tomonlama akalar go'zal. Oldilari. Qo'yimiz o'ta sho'x. To'shlari ham keng, oyoq kengliklari. Dumba razrezlar akalar. Go'zal holatda xolosa qo'chqorimiz akalar. Olib chiroyli baraka topadigan tozasidan so'ragan do'st birodarlarga akalar tashlab qo'yasizlar. Kanalni rivoji uchun akalar bittadan laykni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmasdan chiqarmoqni akalar. Bittadan layk tekinga albatta. Xo'p, akalar, qo'yimiz narxini bo'ladigani 5 million 200 ming so'mga Buxorogacha stavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha so'rashsa 5 million so'mga beraveramiz akalar. Aloqa chiqasizda xolsa ish bitadi akalar. Go'zalidan, tinig'idan. Sog'lom haqiqat, go'zal.